2025-yil 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kunning 36-yilligi munosabati bilan 1-3 guruh o'quvchilari tomonidan qilingan o'zbek tiliga bo'lgan yuksak munosabatlari. O'zbekiston Respublikasining birinchi moddasi O'zbekiston Respublikasi davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasi ikkinchi moddasi o'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi respublika hududida yashovchi millat va elatlarning o'z tilidan foydalanish huquqlariga monelik qilmaydi. O'zbekiston Respublikasi 3-moddasi o'zbek tilining O'zbekiston Respublikasi hududida davlat tili sifatida amal qilishini O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 3-moddasi o'zbek tilining O'zbekiston Respublikasi hududida davlat tili sifatida amal qilishining huquqiy asoslari ushbu qonun va boshqa qonun jihatlari bilan belgilab turadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasi O'zbekiston Respublikasi davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analarini hurmat qilishni ta'minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratib beradi. Qilganlarni yoqtirmadim. She'r yozdim, bo'lak ishni qotirmadim. Tilim turib o'z tilimda gapirmadim. Bir eslasam eziladi bag'ri tilim. Ona tilim, kechir meni ona tilim. Onam erkam deb quchganida tunlar yarim, erkim yo'q deb zirqirardi bir joylarim. Parovozda hansirasgan bug'doylarim, oltinlarim, ma'danlarim, ipaklarim. Sening qaytgan kuning, men tug'ilgan kunim. Ona tilim, kechir meni ona tilim. O'zbekiston Respublikasining davlat tili 1989-yil 21-oktyabrda o'zbek tiliga davlat maqomi berdi.